Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugundan boshlab sizlarga vlog olmoqchiman. Bilmayman 3 kunlik bo'ladimi, 4 kunlik bo'ladimi. Sizlarga to'liq kunimni yoritib berishga harakat qilaman. Qayerga boryapman, nimalar qilyapman, nimalar bilan band bo'laman. Sizlarga to'liq ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bugun menda kunim boshlandi. Makiyajimni tugatib oldim. Sizlarga xohlasanglar qisqacha kosmetikamni razbor qilib beraman. Keyin уже ishlar bilan ketamiz va sizlarga kunimni qanaqa o'tayotganini ko'rsatib beraman. Sizlarga hozir eng yaxshi ko'radigan kosmetikalarni ko'rsataman. Bunaqa Hourglass paletkamiz bor. Highlighterni yaxshi ko'radigan Selena Gomez'ga fixator. Makiyaj qilishga. Tonalniyni ham ko'pchilik so'raydi. Estee Lauder'dan tonalni ishlataman. Вот. Judayam zo'r tonalni. И keyin rumyanamni ko'rsatsam sizlarga. Вот. Rumyana ishlataman. Смотрите, какая красота. Shu ikkita paletka bilan deyarli полный yuzimni ham konturing qilaman, ham rumyana suraman, ham highlighteri ham bor bunda. No, tepasidan yana Ray Beauty'ning highlighterini surib yuboraman. Biz hozir bitta proyekt bilan переговорga keldik. Ular kelish kunigacha ovqatlanmoqchimiz. Mana kurili sup. Va aytayapman, restoranga kelib, kurili sup ichib, imbirli choy ichib o'tiribmiz. Qarib qoldik deyapman, chunki ozgina mazam yo'q, tomoqqa marvat shuncham. Hozir переговорdan chiqib, syomkaga boraman. O'zim blogim uchun target syomkalarim bor. Ularni ham sizlarga qo'yib boraman. Biz переговорdan chiqdik. Kosmetolog rahasi bilan переговор qildik. Ishlamoqchi bo'ldim. Endi bo'lsa, hozir mana syomkaga boramiz. Ko'rishim yaxshimi? Biz syomkaga ketamiz. Oxirgi paytda menga mashina haydashdan ko'ra shunaqa o'tirib chaqib qolgan. Men siqib ketyapman. Haqiqatan qaraysiz. Yetti. Biz 2 soatlik syomkalarni tugatib, endi suhbatlashib ketyapmiz. Siqib o'tiribman. Bu yerda o'quvchimlar bor. Mana turimiz. Гордо смотрели на тот, кем я стал. Самые-самые светлые чувства, самые-самые светлые чувства. Ты как искусство, ты яркий свет. Ertalabdan Easy Makeup proyektimiz syomkasiga keldik. Ozgina mazam bo'lmayapti, lekin ishlash kerak deb keldim. Jarayonlarni qo'yib boraman sizlarga. Biz hozir syomkalarni boshlaymiz. Mana kosmetikalarni qaraylik ko'pligini. Bu yerda nasib tayyorlayaptilar. Вот. Смотрите. Xullas biz syomka qilyotdik. Qarasam, Laylo kelyapti-da. Qaranglar. Bir xil kelib kelganmiz, qarang. Kelishmaganmiz. Aytaman, bu bizning рабочий formamiz deyapman deb. Bu o'zi ham такой kiyimga ham kelmadi, makiyaj ham qo'yib kelmadi. Oddiy kiyinib keldim. Laylo ham saq kiyinib kelibdi. Shunaqa o'zi bizani doim adashtirishadi. Endi menimcha точно adashtirishadi. Biz syomkalarni tugatdik. Endi Nazba yoqdimi sizga? Xudo xolasa kutinglar, zo'r islar qo'yamiz. Voy, shunaqa gaplar. Endi biz talishib qolgan ishlarga ketamiz. انا غيرك ما بدي شو مدومي يا حبي يا عمري خليك حادي بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي شو مدومي يا حبي يا عمري خليك حادي يما ويما ويما يما 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 ويما ويما يما من bilmedim hiç Acarsan unut beni ellerimden ellerini çek canım soyut beni deseler sevgi yoktu göster sıvut beni etme şair etme yazar sadece avut beni ben de bilmedim hiç
Açarsan unut beni. Bizdek bugun ertalabda shoshilib makiyaj ham qilmadim, zavtrak ham qilmadim. Hozir syomkaga ketyapmiz. Yo'l-yo'lakay zavtrak qilib, makiyaj qilib ketyapman. Chunki ertalabda har kuni syomkalarimiz bor endi. Hozirgi makiyajni tayyorlab ko'rsataman. Bugun Iman Ahmedovna bilan syomkamiz bor. Jarayonlarni qo'yib boramiz sizlarga. Biz syomkaga kelib oldik. Hozir mana buni qilyapmiz. Joyda hozir biz podkast syomka qilamiz. Mana bilan syomkalarni tugatib, endi hozir bitta loyiha bilan telefonga ketyapman, ya'ni yangi loyiha. Buni ham sizlarga qo'yib boraman. O'zim to'g'risini aytsam, mana nafas olishga ham vaqtim bo'lmayapti, chunki bu yerdan narigi komandam, zapus komandam, stories olib bering, video olib bering, uni qo'yib bering, buni qo'yib bering deyapti. Zo'ra hamma narsaga ulgurolman. Bir kunim taxminan shunaqa o'tadi menda. Endi biz telefonga ketdik. Xullas Brigavordan chiqib, endi hozir Peshqozonga keldik. Chunki juda ham qornimiz och, lekin ko'p joyda ovqatni yarim soat soatlab kutamiz. Peshqozon tayyor bo'ladi hamma narsa. Hozir endi maza qilib ovqatlanadi desanglar adashasizlar, chunki meni yana ikkita onlayn переговорim bor. Mentorlik bo'yicha. Ular bilan ham gaplashaman va ovqatlanaman. Polaroid фото, смотришь и улыбку запомнишь, все моменты помнишь. Hammaga assalomu alaykum. Bugun vlogimizning bilmayman nechinchidir kuni. Bugun shanba. O'zi bugun spaga borishim kerak edi, chunki shanba yoki yakshanba bir kun dam olmasam charchab qolaman, lekin o'rtog'im bilan borishimiz kerak edi. O'rtog'im boramiz ekan, chunki men ham bormadim. Endi hozir bugun ham ishga ketyapman. Уже mana 3-4 kun bosim bilan ishlaganimga bugun uncha energiyam yo'q. Zo'r o'tirdim ertalab и hozir zavtrak obed bitta qilishga ketyapman va ustozim bilan ko'rishaman. Bugun maslahatlar olishim kerak. Keyin u yoqdan chiqib ukladkaga boramiz. Sochimni ukladka qildirishim kerak va u yoqdan chiqib переговорlarim bor. Keyin kechki payt sizlar bilan Islom markazida syomka qilamiz. O'zimga blogimga syomka qilamiz. Shunaqa gaplar. Hozir biz makiyaj, biz ukladkaman. Sizlarga kun tartibim sergaliroq ko'rinishi mumkin. Keyingi haftadan hobbilar qo'shmayman, chunki faqat ishga uyga borsam menga bu narsa energiya bermaydi. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, blogimni davomini olaman-da. Keyin hobbilardan nimalar qo'shmoqchiman, zalga chiqmoqchiman, обязательно. Oldin raqsga borardim, arabskaga unga boraman. Keyin padalga bormoqchiman, yogaga bormoqchiman, ya'ni hammasiga bitta emas, чередовать qilib borib ko'rmoqchiman. Qaysi biri menga yoqsa, shunga постоянно bormoqchiman. Вот, yogaga boraman. Keyin kстати yaqinda banfit ulatganman. 3 oylik вот joylarga bormoqchiman xullas, чтобы faqatgina rutina bo'lib ketmasligi uchun и o'sha tashqarida katta tennis ham o'ynamoqchiman. Prirodada menga qiziq yoqadi. Вот, agar sizlarga qiziq bo'lsa, keyingi bloglarning syomkasida ularni ham sizlarga ko'rsataman. Tiva. Syomka qilamiz. Qaranglar, qanaqangi chiroyli. Endi
Asligini chiroyli ko'rinmaydi, lekin reels chiqqanda ko'rsanglar juda ham chiroyli. Xudo xohlasa yangi kontentlar kutinglar. Ko'plab sohalarni o'rganadi, lekin bu gorizontal o'sish. Markasi faqat biz xullas bugun ikkitadan ko'rishib ketamiz. Bittasi bu mani ekspertim, Instagramda masalan yo'q ekan, va bittasi ammamgida. Ularga mana shunaqa chiroyli gullar olib, ekspertimga ham bitta mevalar olib, hozir endi ko'rishga ketamiz. Biz endi plyajga keldik. O'ylab qarasam, bir haftadan keyin kuz ekan. Keyin yozda sog'inib qolaman deb Ramzani olib, plyajga keldik. Sizlarga atmosferani qo'yaman. Biz наконец-то spaga keldik. Doim shu xonani bron qilamiz, qaraylik. 2 kishi, 3 kishigacha mumkin bu yerda. Bunaqa basseyn bor, sauna, hammom bor. Hech kim boshqa kirmaydi, bemalol 3 soat dam olasizlar. Men bu yerga har hafta kelmasam, o'zim qochib qolatsam. Endi bu yerda dam olamiz. Bu yerda hamma yo'liga akkuratni, top-toza, suvligi ham shu toza, iliq emas suv. Shunaqa gaplarni biz dam olamiz. Путишки. Burnu chiroyli bo'ladi, suvlarni qarang birinchisi. Rahmat.